Assalomu do'stlar, bugun sizlar bilan Instagramni topga chiqish uchun nastroyka qilishni o'rganamiz akkauntni. Birinchi navbatda Instagram ilovasiga kirib olamiz. So'ngra bu yerdan nastroyka menyusiga bosamiz. Nastroykaga kiramiz. Pastga tushganimizda Content Preferences menyusiga bosamiz. Va bu yerda mana bu Sino Suggested Post and Feed degan tugma ko'plarda yoniq bo'ladi. Buni o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi, chunki bu videolaringiz topga chiqishini bloklab qo'yadi. So'ngra Sensitive Content bo'limiga o'tamiz. Bu yerda ko'plarda list bo'ladi. Buni list standartga o'zgartiramiz, chunki videolaringiz originalligini tekshiradi. Originalligiga yarasha rekka chiqish nimasi ehtimoli katta bo'ladi. Keyin chiqib olamiz. Keyin pastga Account Status menyusiga o'tamiz. Bu yerda hamma 4 ta galochka ham yongan bo'lishi kerak, bo'lmasa videoingiz tenovoy ban bo'lishi mumkin yo branded content qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Rekka chiqishi mutlaqo man etiladi. Bo'lmaydi, rekka chiqib bo'lmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.